بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Zulqa'da oyining 25-kunlari Juma kunlaridir. Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Ali Imrondan edi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Sura-i Ali Imron oyatlari bugungi darsimizda ham Uhud g'azotida bo'lgan voqealarni ifodalashlikda davom etadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tashlab ketib qolgan va tog'ning tepasiga tayin qilib qo'ygan sanoqli merganlarni ham qilgan ishlarining qisman bayon qilyapti. Sizlarning ichinglardagi chekingan kishilar ikki jamoa uchrashgan kunda, ya'ni mushriklar jamoasi bilan mu'minlar jamoasi uchrashgan kunda ichinglarda chekingan kishilar bularni shayton toydirgan kishilar. Shayton toydirishligi ularni qilgan amallarining ba'zisi sababli toydira oldi. Shayton Alloh subhanahu va taoloning hukmiga bo'ysunib turgan kishilarni toydira olmaydi. Modomiki ular Allohga osiy bo'lishmas ekan. Allohga osiy bo'ladigan buyruqlarni, ya'ni osiy bo'lishsalar, Allohning buyruqlarini qilishmay qo'ysalar, shayton ularni toydirishlikka imkoniyat topa oladi. Shuning uchun Qur'oni Karim bu yerda nihoyatda bir daqiq suratda bayon qilyaptiki, odamlar kasb qilib o'zlari qilgan narsalarning ba'zisi sababli shayton ularni toydirdi. Mushriklar va mu'minlar jamoasi jang maydonida uchrashib ro'baro bo'lgan kunda sizlarning ichinglarda chekinib ketib chekingan kishilarni shayton toydirgan kishilar qilgan amallarining ba'zisi sababli Alloh subhanahu va taolo ularni afv qildi. Ularni toqatlaridan tashqari bo'lgan musibatlar sababli chekinganligini afv qildi. Alloh bandalarining gunohini kechiruvchi va osiy bo'lishlari bilan jazo bermaydigan halim zotdir. Bu oyatdan mumkinki ishora bo'lishligi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tog'ga merganlarni qo'yib qo'ygan edilar. Ularning qalblarida musulmonlarning g'olib bo'layotganligini ko'rishganlardan keyin biz agar jangda ishtirok etmasak g'animatdan ulush bo'lmay qolarmikin degan vasvasa xayolni shayton ularning qalblariga olib keldi.
Shayton insonni toydira olmaydi. Lekin uning qilgan amallari, kasblari sababli vasvasani solishligi bilan agar u vasvasaning ta'siri insonga bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtda u toydirishlik darvozasidan kira oladi endi. Ana bu merganlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'ygan edilarki, bizni g'olib bo'layotganligimizni ham, mag'lub bo'lganligimizni ham ko'radigan bo'lsanglar ham shu o'rindan jilmanglar deb tayin qilgan edilar. Shu tayin qilganliklarini bularning ba'zilari mahkam shu ahdda turishdilar, shu yerda shahid bo'lishdilar. Ammo ba'zilarining hayoliga shayton vasvasa qila oldiki, agar sizlar bu jangda ishtirok etmasanglar, sizlarga g'animatdan ulush bo'lmay qoladi degan narsa. Ana bu vasvasaga aldanilgandan keyin shayton ularni toydira oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini qarshi ish qilib qo'yganliklari sababli shayton toydira oldi. Alloh afv qildi ularni. Alloh bandalarning gunohini kechiruvchi va osiy bo'lganligi sababli shu vaqtdagina ularga azob bermovchi halim zotdir. Shu sababli mana avvalgi darsda ham o'tgan tarixdagi payg'ambarlarga ergashgan kishilarning bir qismlari dushmanga ro'baro bo'lganda sustlik qilishmadilar, zaiflashmadilar, balki ular ro'baro bo'lganda faxrlanishmadilar. Uning o'rniga ular Allohga istig'for aytishdilarki, Xudoyo, Robbana g'fir lana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin. Xudoyo, gunohlarimizni mag'firat qilgin dedilar. Istig'for insonning ana shayton vasvasasini yo'lini to'sadigan amaldir. Xususan shayton insonni toydirishlik ma'rakadagi jiddiy holat tus olgandagina toydirishlikka harakat qiladi. Chunki bu vaqtdagi toydira olishligi shaytonning maqsadini hosil qilib beradi. Mushriklar bilan mu'minlar jamoasining uchrashgan vaqti bu ma'rakaning jiddiy tus olgan vaqti edi. Shayton vasvasasi ta'sir qilgan kishilarni toydira oldi. Alloh subhanahu va taolo afv qildi va Alloh bandalarning gunohini kechiruvchi va halim zot ekanligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni kofir bo'lgan kishilarga o'xshagan bo'lishlikdan qaytaryapti. Astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru. Ba'zi mufassirlarning fikricha kallazina kafarudan murod munofiqlar. Ular Allohning ne'mati bo'lgan eng katta ne'mat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'lishdi. Ular bu ne'matga nonko'rlik qilishdi. Uhud g'azotida Abdulloh ibn Ubay boshchiligida lashkarning 3 qismini bizning fikrimizga qo'shilmadi deb olib chiqib ketdi. Mana bu kallazina kafarudan murod munofiqlar jamoasi degan mufassirlarning fikri ham bor. Xullas, ey iymon keltirgan kishilar, sizlar bunday Allohning katta ne'matiga nonko'rlik qilgan kishilarga o'xshagan bo'lmanglar. Va qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Uhud g'azotida og'ir musibatlar bo'lgan edi. Bu musibatlar mana avvalgi darslarimizda aytib o'tgan edik. Bu musibatlarni munofiqlar o'zlariga bu g'animat bilishib, mana bizning fikrimizga qo'shilmaganlarning holi shu bo'ladi deb musulmon jamoaning safida shubhalar paydo qilishlikka buni o'zlariga g'animat bilib olishgan edi.
Alloh subhanahu va taolo ularni ogohlantirib, ey iymon keltirgan kishilar, munofiqlar jamoasiga o'xshagan bo'lmanglarki, ular o'zlarining birodarlariga aytishganida, "Iza zarabu fil ard", musulmon kishilar yerda rizq talab qilishib, yerda sayr qilishsalar, yoinki g'ozi bo'lishib sayr qilishsalar, shunda aytishadilarki, rizq istashlik sababli vafot topishib kelsa, yoinki islom bilan kufr o'rtasidagi jangda g'ozi bo'lib ketishganliklari sababli ba'zilariga shahodat nasib bo'lsa, ba'zilari jarohatlangan bo'lsa, ba'zilari o'zlarining yaqinlaridan judo bo'lishgan bo'lsa, ular aytishadiki, o'zlarining har bir davrdagi faylasuf sanagan kishilar qatorida law kanu indana ma matu va ma qutilu, agar biz bilan bo'lganda ular o'lmagan bo'lishardi yoki qatl qilinmagan bo'lardi deyshadi. Ana bu qalbdagi e'tiqod mustahkam bo'lmaganligini belgisi. O'lish uchun faqat tashqariga chiqishlik yoki g'ozi bo'lishlikgina sabab bo'lmaydi. O'lishlikni hech qanday uyda saqlanib mahkam bekinib turishlik saqlay olmaydi. O'lishlik Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidagi narsadir. Yashashlik ham xuddi shundaydir. Insonning ixtiyoridagi inson masalasi bo'lishligi mumkin emas edi. Liyaj'alallohu zalika hasratan fi qulubihim. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo ularni shunday ahvolga solib qo'ygan, qalblarda hasrat qilishlik uchun. Agar mu'minlar jamoasi rizq talab qilib tashqariga chiqishgan bo'lsa, katta manfaatlar bilan qaytsa, biz ham borganimizda shu narsa bo'lar deb hasratda qolishadi. Ana g'ozi bo'lishib g'alaba bilan qaytsa, g'animatlar bilan qaytsa, biz ham ishtirok etganimizda shu g'animatlarga muyassar bo'lardik deb hasratda qolishadi. Mabodo bir shunday musibatlar yetsa, ular aytishadiki, biz bilan bo'lsa, bunday voqealar jarohatlariga ular duchor bo'lishmasdi deydi. Demak, bir qarorsiz bir hasratlik holatni qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo ularni shunday qilib qo'ygan. Bu misoli har bir davrda buning namunasi shunday kishilarni ko'rishlik mumkin bo'ladi, birodarlar. Bir kishi o'zining farzandini talaba ilm uchun boshqa yerga chiqarsa, biror musibat yetgan bo'lsa, xuddi aytadiki, mana talaba ilmga chiqarma deb maslahat bergan edim, meni gapimga kirganda bu o'g'liga bu musibat yetmagan bo'lardi deydi. Ba'zi kishilar shunday o'zlarini faylasuf sanab shunday baho berishadilar. Xuddi talabi ilmga chiqmagan kishilar hammasi musibatsiz yashayotgandek. Biror bir kishi din yo'lida harakat qilib, boshiga bir musibat tushsa, men bunga nasihat qilgan edim, bu yo'lda kelib harakat qilaverma, odamlar seni tushunmaydi baribir, bu haqiqatni aytayotganligingni, boshingga shu musibat tushadi deb ogohlantirgan edim. Bu musibat mana tushdi, meni fikrimga qo'shilganda musibat bo'lmasdi deb o'zini darrov faylasuf sanab oladi. Xuddi din yo'lida musibat, din yo'lida xizmat qilmayotgan kishilar hammasi salomat yashagandek. Din yo'lida mahbus bo'lgan kishilar ham bor. Din yo'lida bitta odam mahbus bo'lgan bo'lsa, dinsiz yo'lida sanoqsiz kishilar mahbus bo'ladi. Ham shariatga osiy bo'lib, ham mahbus bo'lib yurgan kishilar yer yuzida son sanoqsiz, lekin shayton insonga din yo'lida xizmat qilib qo'ymasin deb faqat yagona din yo'lida mahbus bo'lgan kishini ko'rsatadi unga. Go'yoki uni mafkurasiga shu narsani soladiki, faqat mahbus bo'lishlik uchun dinga xizmat qilishlik kerak degan narsani soladi. Bu insonning qalbidagi qarorsiz bo'lgan aqidasi sababli shayton uni toydirishining misolidir. Alloh subhanahu va taolo bunday fikrdagi kishilarni sarohatan kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar, ey iymon keltirgan kishilar deb ogohlantiryapti, birodarlar. Biz mana bu mafkuramizni o'nglab olishlikka muhtojmiz.
shunga o'xshagan boshqa suratlar bo'lishligi ham mumkin. Agar biz bilan yurganda shunday martabalarga biz muyassar qilardik. Agar biz bilan yurganda shunday muborak safarlarga muyassar qilardik deganga o'xshagan narsalarni va'da qilishliklari ham mumkin. Ana bu holatda inson juda o'zini faylasuf sanaydi. Hatto hayotni beruvchi ham menman degan, o'limni bag'ishlovchi ham menman degan ilohlik da'vosini qilishlik darajasiga ko'tarilib ketishligi, mana bu narsa vallohu alam ishora bo'lsa kerakki, iymon keltirgan kishilar bunday kofir bo'lib qolgan kishilarga o'xshagan bo'lmanglar deb ogohlantiryapti. Inson aqidasi siljimas, o'zgarmas aqida bo'lmoqligi kerak. Chunki bu aqidani o'zi yasab olgan emas, Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan aqida bilan turmoqligi kerak. Ana bu aqida siljimas aqidadir. Ammo o'zi yasab olgan aqida bo'lsa, u har kuni necha turga bo'linadigan aqidadir. Bu inson qalbida hasrat qilib bo'lishlik uchun Alloh subhanahu va taolo shunday qilib qo'ygan. Mana bu fikrdagi kishilar doim hasratda qolishadilar. Vallohu yuhyi va yumit, tiriltiradigan Alloh, o'ldiradigan Alloh. Insonni uyda qamalib yotishligi, din yo'lida xizmat qilmasligi insonni yashatmaydi. Din yo'lida xizmat qilishlik, tashqariga chiqishlik bu narsa insonni o'ldirmaydi. Alloh yashatadi insonni, Alloh o'ldiradi. Mo'minning aqidasi shunday bo'lmoqligi kerak. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilib turgan amalni ko'rib turuvchidir. Undan tashqari Alloh yo'lida qatl qilinsanglar, ya'ni shahid bo'lsanglar, yo Alloh yo'lida xizmat qilib yurgan davringlarda o'lim kelsa, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallohi va rahmah khayrun mimma yajma'un wala in muttum aw qutiltum la ilallohi tuhsharun. Agar Alloh yo'lida qatl qilinsanglar, Alloh yo'lida shahodat nasib bo'lsa, aw muttum, yo Alloh yo'lida yurgan vaqtinglarda, Alloh yo'lida xizmat qilib yurganinglarda ajal kelib vafot topsanglar, Alloh tarafidan sizlarga mag'firat nasib bo'ladi. Alloh tarafidan gunohlarni kechirilishlik nasib bo'ladi. Faqat gunohlarni kechirilishligining o'zi emas, va rahmatun, Alloh tarafidan rahmat ham nasib bo'ladi. Bu gunohlarning kechirilishligi, Alloh tarafidan rahmatning nasib bo'lishligi sizlar to'plagan, jamlagan narsalarning hammasidan yaxshidir. Insonlar nimalarni to'plashadi? Insonlar mol davlatlarni to'plashadi. Insonlar bog'roqlarni to'plashadi. Insonlar unvonlarni to'plashadi. Insonlar ko'ksilariga belgilarni, har xil shuhratlarning belgilarini ko'paytirishadilar, jamlashadilar. Bu jamlagan narsalarning hammasidan Allohning mag'firati va rahmati yaxshidir. Boshqa maslaklar Alloh yo'lida bo'lgan kurash va'da qilayotgan narsani va'da qilmaydi. Boshqa maslaklar qilingan xizmatlarga martabalarni oshiradi. Yo'inki ko'ksilarini belgilar bilan to'ldiradi. Yo'inki boshqa bir mukofotlar bilan beradi. Boshqa imtiyozlar beradi. Lekin shu imtiyozlar uchun insonlar butun umrlarini qurbon ham qilishadi. Alloh subhanahu va taolo unday narsani va'da qilmayapti. Agar Allohning yo'lida qatl qilinsanglar, Allohning yo'lida vafot qilsanglar, sizlarga Alloh subhanahu va taolodan gunohlarning mag'firat mukofoti bo'ladi. Faqat gunohlarning mag'firatigina emas, balki Alloh tarafidan sizlarga rahmat ham muyassar bo'ladi. Bu sizlar to'plagan mollardan, sizlar to'plagan ko'ksiylardagi belgilardan, sizlar to'plagan obro'lardan hammasidan yaxshi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Khayrun mimma yajma'un, mol kalimasi arab tilida umumiy ma'noni bildiradi. Sizlar to'plagan hamma narsadan yaxshi. Inson
Alloh yo'lida qatl qilinishlik hayoliga kelganda farzandsiz bo'lsa, farzandsiz qolarmikinman, farzandlar jamlamasdan mening naslim yo'qib ketarmikin degan hayol ham kelishi mumkin. Sizlar to'plagan farzandlardan ham Alloh yo'lidagi qatl qilinishlik, Alloh yo'lidagi o'lishlik afzaldir. Mana bu narsaning ashabi kiromlar xo'p yaxshi tushunishdilar. Bular bu oyatlarning faqat o'qib o'rganibgina qo'ymasdan, balki hayotlarida tatbiq qilishdilar. Wala immuttum aw qutiltum la ilallohi tuhsharun. Alloh yo'lida o'lsanglar, Alloh yo'lida qatl qilinsanglar, baribir Allohning huzurigagina borasizlar. Insonlar hammasi o'ladi, ammo hammalariga shahodat nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning ne'mati muyassar bo'lgan kishiga shahodat nasib bo'ladi. Odamlar xoh o'lishsin, xoh o'ldirilgan bo'lishsin, bular Allohning huzurigagina jamlanishadi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida hisob kitob bo'ladi. Mana bu oyatlarni ashabi kiromlar o'zlarining hayotlarida buni ko'rib yashashdilar. Uhud g'azotida xususan Anas ibn Nadr ismli sahoba radhiyallohu anhu bu kishi shunda ashoblardan bittalarini ko'rib, Uhud tarafiga qarab chopib ketayotganlarda, "Ey Anas, qayerga ketyapsiz?" deganlarda, "Uhudning buyog'idan jannatning hidi kelyapti" dedilar. Ana shu yerda jangda shahid bo'ldilar. U kishining 80 tadan ko'ra ko'proq nayza suqilgan, shamshir bilan zarbalangan va uzun kamollar suqilingan a'zolarida shuncha shakllar hammasi bor edi. Butun jasadlari pora bo'lib ketgan edi. Hatto u kishini hech kim tanimaydigan holatda qolgan edi. Singillari barmoqlaridagi bir belgidan shuni Anas ibn Nadr ekanligini tanib oldilar. Ana ular Alloh yo'lida agar qatl qilinsanglar, to'plagan hamma narsalardan yaxshi ekanligi degan oyatni shu darajada tushunishgan edilar. Haqiqatda ham buning yaxshiligini biz o'zimiz ham qisman ko'rib turibmiz, birodarlar. Alloh yo'lida shu zot qatl qilingan bo'lsa, Anas ibn Nadr 1400 yil keyin ham insonlarga namuna bo'lib tarixdan o'qib turilibdi. Ammo tarixda million kishilar o'lib ketdi. İnsanlar esiga kelmaydigan kishilar tarixda ko'p. Bir kishi vafot qilgan bo'lsa, tobutini ko'tarishlikdan hazar qilinadigan holatda ham o'lishligi mumkin. Ammo bu zotlarning mana Alloh yo'lida vafot qilganligi, otalarini insonlar eslardan chiqib qolishligi mumkin. Ammo bu kishilarni Alloh yo'lida qatl qilinganligi uchun hammalari ko'zlari namlanib, ularning haqqiga duolar qilishadilar. Bu haqiqatda ham hamma odamlar to'plagan narsadan yaxshi ekanligini ham ma'nolarining bittasi shu bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida ashoblar bilan shunchalik katta dars olgan edilar. Uhud g'azoti qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarga dars bo'lib qoldi. Biz darsning avvaliga agar qaytadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maslahat qilgan edilar. Bu maslahatda tashqariga chiqishmi yo Madinada turishlik haqida maslahat so'raganlarda, yoshlar tashqariga chiqamiz degan edilar. Qariyalar Madinada turamiz degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fikrlari ham Madinada turish edi. Lekin ko'pchilik tashqariga chiqishlik bo'lganligi uchun bu maslahatga qo'shildilar-da, o'zlarining fikrlariga qarshi bo'lsa ham shu tashqariga chiqishlikka qaror qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining jang liboslarini kiyganlaridan keyin qariyalar yoshlarga qarab,
Rasulullohning fikrlariga qarshi turdinglar deb gapirganlardan keyin ular bu fikrlardan qaytishib afsus yeyishdilarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang liboslarini kiyib chiqqanlardan keyin biz sizni fikringizga qo'shilamiz dedilar. Lekin shu yerda kuchli bir darsni qo'ydilarki, shuro bir marta bo'lishligini, bir marta maslahat barqaror bo'lgan fikrdan qaytish mumkin emas ekanligiga dars tushirdilar. Agarchi o'zlarining fikrlariga muvofiq bo'lgan bo'lsa ham shuro asosini shu yerda barqaror qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu jangni tushlarida ko'rgan edilar. O'zlarining xonadonlaridagi kishilarning bittalari shahid bo'lishligini tushlaridagi voqeaning ta'vilidan bilgan edilar. Va ko'p ashoblarga musibatlar yetishligini tushlaridan bilgan edilar. Bilsalar ham shu shuro asosini barqaror qilishlik uchun barqaror qilib shu tashqariga chiqdilar. Bu voqealar o'tgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qalblarida bir alam bor edi. Bu alam bo'lishligiga qaramasdan o'zlarining atroflarida yig'ilgan kishilarga muloyimlik qildilar. Mana bu rahmat muloyimlikni Alloh minnat qilib, astaizu billah, fa bima rahmatin minallohi linta lahum. Siz Alloh tarafidan bo'lgan rahmat sabablik ularga muloyimlik qila oldingiz. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Agar siz qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan bu kishilar tarqalib ketgan bo'lardi. Fa'fu anhum, ularni kechiring. Vastaghfir lahum, ularning sizni tanho tashlab ketganligiga haqqiga istig'for ayting. Vashavirhum fil amr, shu maslahatda yana siz davom eting degan oyat nozil bo'ldi. Birodarlar, agar bu ishni Alloh o'zi muyassar qilsa, yer yuzida hech bir ulug' zotman degan kishining quvvati yetmaydi. Ma'raka voqeasini bir yodimizga olar ekanmiz. Hammalari avval chiqishlikka hamiyat qilishdilar Madinadan tashqarisiga. Keyin saflar iztiroblik bo'ldi. Lashkarning 3dan 1-ni olib ketildi. Juda ko'pchilik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofidan ketib qoldi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga merganlar itoat qilmadi. G'animatning targ'ibi ostida pastga tushib ketishdilar va chekinib, jang kuchli jiddiylashganda chekinishdilar. Undan tashqari 9 kishidan boshqa kishi qolmadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda ko'p suratda jarohatlandilar va xalqlarga xitob qilib, ey Allohning bandalari, ey Shajaratul Rizvon ashablari, ey Bay'atul Aqaba ashablari, atrofimga kelinglar deb chaqirsalar ham atroflariga yig'ilmasdan ketib qolishdilar. Ozchilik jamoani mustasno qilganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari fikrlariga qarshi bo'lgan kishilarning tashab ketganligini bir mulohaza qilib ko'raylik. Shularning fikrlariga qo'shilib tashqariga chiquvdilar. Ular tashlab ketgan holatni har bir kishi o'zining qalbiga olib ko'rsin. Shundan keyin hammalari jang maydonidan xotirjam bo'lishganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muloyimlik qildilar ularga. Bu muloyimlik agar Alloh tarafidan bo'lmasa insonning quvvati yetmaydi bunga. Insonga bunchalik qarshi, bunchalik fikrlarga xilof qilgan kishilarning qaytib kelishligi
bunday ashoblar qaytib kelisha olmasdilar uyalishganlaridan. Ularda hayo ham baland edi. Ular uchun eng achinarlisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jang maydonida tanho tashlab kelganliklariga chidolsha olmasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblari shunday buyuk qalb ediki, shu kishi shularga shunday makorima axloq qildilarki, atroflariga yana yig'ilib kelishdilar. Mana bu ne'mat Alloh tarafidan faqat. Shuni minnat qilib Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'ziga xossatan Alloh tarafidan bo'lgan rahmat sababli siz ularga muloyim bo'la oldingiz. Agar siz qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingizda, siz atrofingizdan kishilar tarqab ketardi. Fa'fu anhum, ularni kechiring. Ashoblarga istig'for ayting deb, ashoblarga istig'for aytinglar degan buyruq kelishlik o'rniga birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu ashoblar haqqiga siz istig'for ayting degan buyruq kelyapti. Va siz shu kishilarning bir kishi ko'z oldiga keltirsin, biror bir jamoa bilan bir maslahat qilsa, shu maslahatlik sababli shu jamoaga ko'p zarar yetsa, undan keyin xususan bu maslahat jamoaning boshlig'ining fikriga qarshi bo'lsa, qarshi bo'lgandan keyin ergashgandan keyin shunday musibatlar yetsa, keyin mutlaqo maslahat qilmaydi. Yo'inki maslahat qilsa ham meni fikrimga qarshi bo'lmanglar deb turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarning fikriga qo'shilib shunchalik musibatlar yetganida maslahat asosida bo'luvdi. Yana shu maslahat sababli shuncha musibatlar yetganida shular bilan yana maslahat qiling degan oyat nozil bo'ldi, birodarlar. Islomdagi shuro mana shunday mustahkam bir asosdir mana. Fa iza azamta fatavakkal alalloh. Lekin maslahat degan narsa bir marta bo'lishligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Maslahat hozirgi zamondagi maslahatlardan bo'lmasligi kerak. Maslahat qilishadilar. Maslahat qilamizmi deb yana maslahat qilishlik haqida ham maslahat qilishadilar. Har kuni maslahatdan boshqa narsa bo'lmaydi. Ana bunday maslahat bo'lmasligi kerak. Bunday maslahatdan islom hazar qiladi. Fa iza azamta, endi maslahat asosli bir ishga jiddiy qo'l urdingizmi, fatavakkal alalloh. Endi bundagi bo'ladigan ishlarni hisobga olmasdan Allohga tavakkul qiling. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh o'ziga tavakkul qiluvchilarning yaxshi ko'radi. Mana bu oyat bizga nihoyatda islomdagi asosni bizga bayon qilib beradiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jangning nihoyasini qisman bilsalar ham maslahat barqaror bo'lgandan keyin bundan chekinmadilar. Endi qasd bo'ldimi, maslahat tamom, endi maslahat darvozasi bekiladi. Endi Allohga tavakkul darvozasini ochiladi-da, Allohga tavakkul qilib shu ishda davom etiladi. Alloh shunday tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Mana Uhud g'azotidagi bo'lgan darslarning bir qismi, birodarlar. Mana bizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Qur'on oyatlarining ma'nolarining ba'zilari. Agar biz shu ma'nolarni o'zimizning hayotimizga tatbiq qilib olar ekanmiz, bizda butun boshqa bir holat vujudga keladi. Amin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ma'nolarini qalbimizga jo qilsin. Shularga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Va hozirgi vaqtda shuni ham eslab qo'yishimiz kerak. Zulhijja oyi kirib kelyaptilar. Bunda butun dunyodan Alloh subhanahu va taologa labbayka aytib, haj safariga otlanishga tayyorgarlik ko'rishyaptilar. Alloh subhanahu va taolo shu safarga ketayotgan kishilarning hajjilarini hajji mabrur qilsin. Va shun bilan birga hajga borolmayotgan mustazafillarga ham Alloh subhanahu va taolo faqat o'zi tarafidan bir madad bersin. Va shuni ham aytib o'tishimiz kerakki,
hajdan to'sgan tarixda bundan 1400 yil ilgari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini ashoblar bilan birga kelishayotgan vaqtlarda Hudaybiyada to'silgan edi, birodarlar. Buni biz bir tarixda o'qib o'rgangan edik. Tarixda eshitgan edik shu narsani. Lekin shu to'sishlik ham yana yilga kelishlik sharti bilan to'silgan edi. Hammalari mushriklar tashqariga chiqib turishib, Makkani biz bo'shatib beramiz, sizlar haj qilib olasizlar deb, shu mushriklar ham shunchalik insof qilishgan edi, birodarlar. Ammo biz 1400 yil keyin shunday narsalarning ham guvohi bo'lib turibmiz. Bu tarixiy voqeagina bo'lmasdan, hozirgi vaqtda haj safaridan o'zini musulmon sanagan biz insonlar deb atashlikdan ham o'ylanib qolamiz, birodarlar. Shunday kimsalar paydo bo'lib, mana haj safaridan to'silgan kishilar ham bo'ldi. Bunga bu maqsad, bu fitna uyushtirishlik maqsadida bo'lgan bo'lsa, biz Allohga hamd aytamizki, mana shu jami' madrasa masjidida biror bir kishini shunga, biror bir shu fitnaga aldanmaganligi uchun faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga hamdlar bo'lsin. Biz shundan bir qisman quvonamizki, kishilarning mafkuralari sekin asta ochilib borayotganligini belgisi deb bilaman. Alloh subhanahu va taolo hamma xalqimizga ham islomiy ongni ato qilsin. Hammalari ham fitnalarga aldanmaydigan haqiqiy musulmon, onglik musulmonlar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo hammalariga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر من نرد إلى أرض العمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر Allah Teala hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni qadamlariga hasanotlar bersin. Alloh subhanahu va taolo ana bir duo qilaylik, butun jahondagi hamma musulmonlarni qilayotgan safarlarni Alloh subhanahu va taolo safari muborak qilsin, hajji mabrur qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu hajga borib butun dunyodagi musulmonlar borib kelgan musulmonlar pok amallar bilan qaytishligini Alloh hammalariga nasib qilsin.